Futbolda soat murabbiylik tanladingizmi, shuni ichida bo'lishingiz kerak, shu bilan yashash kerak. Ular bilan o'ynasa bo'lar ekan degan tushuncha bo'lgan mana. Abduqodirlar, уже Abbos bu yoqdan qo'shilgan 2003 U20. Finalga eng qizig'i muhtaram yurtboshimiz keladigan bo'lib qoldi. U bizga yana qo'shimcha kuch bo'ldi bolalarga. Yoshda sbornilarda bularga har doim podдержка berish kerak. Ular ham xohlamaydi xato qilishni. Zo'r ushlab turibdi seni. Qolgani muammo yo'q, hammasi to'g'ri. Yordamchi murabbiy bu qanday sadoqatli bo'lsangiz, ertaga oldingizga xuddi shunday sadoqatli murabbiylar keladi. Yordamchi murabbiy bu sadoqat, shu gapni. Har bir futbolchi futbol o'ynaydi, orzu qiladi, katta yutuqlarga erishaman deb, keyin bari oxirida murabbiylik bilan davom ettiraman degan fikr bo'lgan o'zimda ham. Endi murabbiylik davrim kirib kelishi 2017-yilga to'g'ri kelgan. Jarrohlik amaliyotiga yotishga majbur bo'lib qolganman. O'shandan keyin futbol tugatishga majbur bo'lganman. Keyin murabbiylikka boshlaganman. U orada уже menga Ro'ziqul akaga telefon qildim. Bo'ldi, kel dedilar. Dublga ishlaysan faqat dedilar. Endi hamma futbolist sразу Superligalarda ishlash xohlaydi. Men endi dublga borganman. Mana hozir murabbiy sifatida hech narsam yo'q. Kim meni chaqiradi deyman. Bir narsadan voz kechishim kerak deganman. Keyin shu o'yda borib nima rozi bo'lganman-da, o'zim endi bir narsaga voz kechish kerak, bir narsa. Yaxshi ishlaganmiz, lekin Zafar aka bilan yaxshi ishlab turmush proseslar ishonib toshib qo'ygandilar, birga maslahatlashib qilardik, yaxshi. O'sha orada keyin bu yoqda ishlab yurganimda Ravshan akani bosh murabbiy qilib qo'yishdi. Telefon bo'lyapti. Davron shu shtabda bo'lgan ekansan. Nima deysan, men bilan ishlaysanmi dedi. Ravshan aka albatta men xursand bo'ldim, chunki bu odamda ham juda yutug'i ko'p. Ikkita murabbiy bilan hozir sovrindor murabbiyga to'g'ri kelyapti-da men ta'lim. Terma jamoalarda juda ko'p sovrinlari, chempionliklar hammasi. Bu yoqda Ro'zagan bosh murabbiyda rezultat ham kerak bo'ladi. Muxlislar bosimi bo'ladi. Masalan, rahbariyatni masalan talabi bo'ladi. Undan tashqari o'yinchilar, hamma narsa miyasi aylanayotgan bo'ladi. Masalan, shunda bo'ladi. Har bir murabbiyda bo'lishi mumkin. Shunda Shuhrat aka borib turib, "Mana bu zaminni bundoq bo'lsak, maslahat yo'lida masalan beradilar, lekin oxir qarorni o'zlari hal qiladilar." Masalan, ko'p bo'lgan. Bundoq qilsak nima bo'ladi deganimizda, "Yo'q, bundoq bo'lsak noto'g'ri bo'lib qoladi" aytganlar. Bir o'zimizda maqol bor, 7 marta o'lchab, bir marta kes deyiladi-ku. Shunday qilib, baribir endi ular tajriba baland. Ravshan akamda ham, ularda ham. Ular to'xtanglar, bunaqada bunaqa bo'lib ketadi, bunaqa bo'lib ketadi deb turib, o'zi biza u katta u ham tajribada bizaga. Keyin to'xtab bir to'xtamga kelib, keyin mana bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'ladi, keyin bir yechim kelib turib, zaminalar ya, masalan, o'zgarishlar ya bir narsa yo'lga qo'yiladi. Yetti. 15'te 20 hatta bo'lish kerak. 15'te 20 hatta. Qachon bitta kasani qilish kerak, qachon ikkita qilish kerak?
Ekstra, hey! Bыстрее, bыстрее, bыстрее! Qilmasa, eng birinchi odam uni boshini ko'tarishga, variant qidirishga, ochilishga возможность bo'ladi. Birinchi odam bir yog'ini siqib boruvlar, sizlarga qarab ushlanib Zborlar, Yevropaga bormagan joyimiz qolmadi. Lotin Amerikasiga borib keldik. Urugvay, Braziliya, Argentina deysizmi, shu jamoalar bilan o'ynab bemalol. Ular bilan o'ynasa bo'lar ekan degan shuncha tushuncha bo'lganda menda. Men o'ylaganman ular mana shu havoda juda baland bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz. Mana shu уже 2003 Abduqodirlar, уже Abbos bu yoqdan qo'shilgan 2003 mana shu. U20 Osiyo chempionati Toshkentda bo'lishi kerak edi. O'shanga tayyorgarchilik boshlangan. Eng nimasi foyda bergani u bolalar уже tushundi, u futbol o'ynasa ular bilan bo'lishini. O'ynash bo'lsa, oldin endi masalan aytdim boya aytgandek, Chimkentga, Mabitga shu atrofda yurardik. Keyin уже futbolga juda podxod podxod boshqacha bo'lib ketdi. Borib o'ynamagan ekanman. Уже bolalar o'sib ketdi. Masalan, Ispaniyada zbor bo'lganda ham Braziliyalar tashkil qilindi. O'shalar bilan o'ynadik. Уже bolalar tengma-teng o'ynaydi. Masalan, o'zimdan nima hayratda o'sha bizga Ispan gid bo'lganda ham Braziliya bilan o'ynaymiz. U hayron bizani. Biz o'yladi ular 3 ta turib tashlaydi deb turibmiz. Bemalol tengma-teng o'ynayapmiz. Masalan, Abbos, Abduqodirlar, mana shu hammasi yaxshi fakallar. И shu yaxshi tayyorgarchilik ko'rib keldik. И Osiyo chempionati. Уже hamma уже javobgarlik, уже nimaga 4-o'ringa, 4talikka kirsak, o'sha jahon chempionati Argentina. Keyin yaxshi o'ynadik. Gruppadan ham chiqdik. Endi uni aytish shart emas, u hamma hozir kechagidek ko'z oldida. Eng finalga chiqdik. Finalga eng qizig'i muhtaram yurtboshimiz keladigan bo'lib qoldi. U bizga yana qo'shimcha kuch bo'ldi bolalarga. Hamma birlashib o'zi yaxshi jamoa edi. Shu yutdik. Keyin eng birinchisi adashmasam muhtaram yurtboshimiz futbolga shu maydonga tushib kubok topshirgan ilk biz boshlab bergan bo'lsa kerak U20 bilan. Shunda keyin shunda yonma-yon muhtaram prezidentimiz bilan medal taqqanlar. Rahmat, o'z minnatdorchiligimni aytganman. Hozir ham mana Saudiya Arabistonida nimada Osiyo kubogiga tayyorgarchilik o'tiribmiz. Mana Lion bilan boshlaymiz inshaalloh. Ikkita yaxshi o'z ishini ustasi murabbiylarga men to'g'ri keldi-da. Ulardan ko'p narsa o'rgandim. Hozir ham masalan ularga masalan cheksiz o'zim minnatdorchiligimni ayta olaman. Masalan o'z ukalari ro'z ekan, o'z ukalariga qilgandek qilarlar. Masalan bir paytlar endi sal yoshlik qilmoqsam qattiq ham urishadilar. Oxir paytlar ishlamayapsam deb dakka ham berib qo'yadilar. Ravshan akamdan ham endi xalqaro maydonda ko'p narsalarni mana o'rganyapmiz hozir. Bo'ldi o'sha yerda, cho'tki. Ketdi. Hop, pashib. Hoppa. Zabili, молодцы. Beay Parvardigorda hamma xato qiladi. Yoshda zbornilarda bularga har doim podдержка berish kerak. Ular ham xohlamaydi xato qilishni. Masalan, poliga chiqib xato qilaman demaydi. Ular ham shu o'ynashni xohlaydi, yutishni xohlaydi, asosiy tarkibga tushishni xohlaydi. Shu bir paytlar xohish ko'pligidan ham xato qilib qo'yadi. Shoshilinch, suyita deydi-ku. Faqat motivatsiya berib yoshlarga nima qilish kerak? Albatta qayerdadir bolam, hammasi farzandlarim qatori. Bolam o'ngga, chapga, mana bunaqa edi, mana bunaqa edi deb. Keladi, bir paytlar to'g'ri keladi, vaziyat kelib qoladi. Qatorga gapirishga. Bitta gap olmayaptimi, ikkinchi gapni olmayaptimi? Ko'payib ketdi gap deb qo'yiladi. Keyin motivatsiya har xil hayotiy tajribalardan motivatsiya olib kelish kerak. Masalan, zborniga hamma orzu qiladi. Bu yerda masalan hozir 20 ta, 23 ta bola bor.
bu yerda masalan yuzlab futbolchilar xohlaydi bu yerga. Shularni his qilishini aytib turish kerak. Masalan, ota-onasi kuzatib turishini, vatanimiz, mehnatga xalqimiz kuzatib turganini, yurtboshimiz, rahbarlarimiz kuzatib turganini. Masalan, bo'ladi-da, bolalik qiladi bular masalan. Xuddi shunday deb, hayot shunday bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin ko'plari masalan rahmat degan. Va vaqti kelganda shu 20 da ham qattiqroq ham gapirganmiz masalan. Lekin hozirgacha to'g'ri qilgan ekansiz, rahmat sizga deydi. Два шага назад, быстрее! Amir, sen o'tir. O'zi katta musobaqadan keyin yo turnirdan keyin, chempionatdan keyin bir konspekt yozib qo'yish kerak-da. Mana shunga nima xato qo'yildik. Masalan, bu bilan o'ynadik, bu qiyilishdik, yutdik. Mayli. Yutqizganda nimaga yo'l qo'ysak bo'ladi? Konspektlar, masalan, usiz bo'lmaydi. Обязательно shu bilan shu bilan yashash kerak. Tushundim, shu futbolda soat murabbiylik tanladingizmi, shuni ichida bo'lishingiz kerak. Juda ko'p futbol ko'rishingiz kerak. Analiz qilishingiz kerak. Nima tomoshabin sifat emas, chuqurroq qarash kerak-da, yerda. Masalan, zritelskiy qaramash kerak. Konsentratsiya yerga quyib borib, yig'ib, umurtsalarni yig'ib borish kerak. Yordamchi murabbiy bu sadoqat deyman-da. Yordamchi murabbiy bu sadoqat. Qanday sadoqatli bo'lsangiz, ertaga oldingizda ham xuddi shunday sadoqatli murabbiylar keladi. Yordamchi murabbiy bu sadoqat, shu gapimni tugatdim. Хорошо. Ждем. Хорошо. Хорош. Get